2025-26 o'quv yilida Farg'ona shahar 30-umumta'lim maktabida 150 nafar 9-sinf tamomlovchi o'quvchilarimiz bor. Ularni o'zlarini qiziqtirgan yo'nalishlari bo'yicha psixologlarimiz so'rovnomalar o'tkazishyapti. Mana bugungi kunda Koykadan, ya'ni Farg'ona viloyati kasbiy ko'nikmalar mintaqaviy markazidan vakillar kelishib, 9-sinflarimiz bilan suhbat o'tkazishdi. Bu albatta muhtaram prezidentimizni kasbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha chiqargan 316-qarorini amalga tatbiq etishimizda juda ham yaxshi rol o'ynaydi. Albatta o'quvchilarimiz kelgusida yaxshi kasb egasi bo'lib chiqishga harakat qilishadi. Prezidentimizni kasbiy ta'limni isloh qilish bo'yicha qabul qilingan 316 sonli qarorning ijrosi yuzasidan Farg'ona viloyati maktabgacha va maktab ta'limi bilan biz o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Buni bugungi kunda birinchi ijrosi yuzasidan biz mana 30-umumta'lim maktabiga tashrif buyurdik va 9-sinflar bilan uchrashdik. Bunday uchrashuvlar kelgusida barcha shu viloyatda joylashgan maktablarda davom etadi. Biz o'zimizni yo'nalishlarimiz bo'yicha targ'ibot va tashkil ishlarimizni kundalik ravishda olib boramiz. Kasbiy ko'nikmalar mintaqaviy markazi, ya'ni Koyka bilan hamkorlikda Prezidentimiz qarorining 316-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida 9-sinf bitiruvchilarimiz bilan uchrashuv o'tkazildi. Ushbu o'quvchilarimizni ta'limning keyingi bosqichiga jalb qilish maqsadida ularga turli kasblarni tanlash borasida targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi.